Krep, menimcha bu qishloq juda ham katta ekan. Da to'g'risini aytsam juda ham katta ekan, bilmadim bu yerda necha uy bor. Da Krep, lekin oldingi qishlog'imiz juda ham yaxshi edi. Endi nima qilasan, merni bitta palakatni deb bo'ldi-da. To'g'risini aytsam, mayli, unda qolsa men ishimni qilay. Xo'p, men ham ishimni qilishim kerak. Bo'pti. Mayli. Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yaraman Shakrip. Mening videomga xush kelibsizlar bo'ldi. Xullas kelam hozir men bo'ldim, nima qilasan deganlar uchun. Xullas qaranglar bo'lib, biz yangi qishloqqa ko'chib keldik, mana qaranglar. Bu 100-qishloq. Oldingi qishloqlarga nima bo'ldi deganlar uchun xullas bo'lib mer qamalib ketdi va qishlog'imiz umrbodlikka yopildi. Mer nimaga qamalib ketdi deganlar uchun xullas bo'lib tamaki narsalar bilan shartnoma tuzgani uchun uni politsiyalar bilib qolishdi va merni qamoqqa tiqishdi. Va qaranglar, bu meni uyim, dashi chotga sotib olganman. Xullas bo'lib hamma qishloqlarni shu 100-qishloqqa evakuatsiya qilindi. Ya'ni evakuatsiya emas, to'g'risini aytsam, shu yerga olib kelishdi va bo'lib bu yerdagi mer to'g'risini aytib juda ham nima desa sansirab gapirar ekan, u hamma bo'lib. Xullas endi biz bu yerda ham bizning agorot ishimiz bor. Mana bo'lib bizning polizimiz juda ham katta. Lekin oldingi 13-qishloqdagi polizim bundan 2 barobar katta edi, hamma. Endi shu yerda polizlarni qilamiz. So'raganda qalaysiz, albatta bo'lib videomizga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sababim bo'ladi tezroq hamma kanallarimda mingtadan oshiq obunachilarni to'plab tashishim kerak. Bunday sizlarning yordamingizga kerak bo'ladi albatta jigarlar. Tak uni qolsa mana buni hammasini yaxshilab terib olamiz va bularni hammasini biz ham merga olib borib topshirishimiz kerak ekan. Ya'ni o'zimizga olib qolmaymiz. Hammasini nima bo'lsa merga olib boramiz. Ya'ni polizlarni hammasini merga olib borishimiz shart. Agarda o'zimiz olib qoladigan bo'lsa, nima so'radi? Mer bizani olini usib qoladi. O'shaning uchun bo'lib hammasini yaxshilab merga olib boramiz hozir. Oppana endi mana bularni hammasini yaxshilab ekib olamiz. Bu yerga somonlarni ekamiz va hammasini yaxshilab joyiga ekib qo'yamiz. Mana bu yerga kartoshka va ana bu yerga nima so'radi? Sabzi, to'rs bunaqa poliz juda ham katta va bola qaranglar. Bu polizni nima uchun juda ham yaxshi hosil chiqdi deganlar uchun bu polizga men bo'lib dori berganman. Ya'ni foydali dori, merni o'zi bergan bizga. Bu dorini agarda bersanglar yaxshigina hosil olasizlar degan. To'g'risini aytsam, juda ham bu qishloqning meri. Lekin o'zini sansirab gapirar ekan, hamma. Merni uyi bo'lib mana bu yerda. Qishloq, yaxshimisan? Yaxshi, Krep, uying qaysi sani? Men topolmayapman. Mana bu uyim. Nima edi? Xullas kelam, shu uying sani boya men chaqirib o'tdi. O'shani senga aytdim. O'zim merni olga boraman. Shunaqa, mayli, unda qolsa borke. Xo'p, boraman. Mana mer chaqirayotgan ekan, mana bo'lib merni uyi. Qaranglar, merni uyim nimaga buyurdi deganlar uchun qaranglar, bu qishloqning kirish joyi bo'ladi. Shuning uchun bo'lib agar kim kirib kelsa, meri bilan prosta gaplashib boradi. Xolos, bu yerda sen merni uyi mana. Tak, assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Yaxshi o'z qilay. Yaxshi. Chaqirtirgan ekansiz. Porzlanish qilib kelmadingmi? Mana qilib keldim. Tushunali. Xullas, senga bitta ish bor. Oho, qishloqqa endi kelishmi? Albatta. Endi sen bittalana o'yinchisan, o'shancha senga ish bor. Xo'p, qanaqa ekan? Xullas, yo'q qishloqqa bitta to'y magazin, ya'ni to'y qanaqa to'y? To'y emas, yana o'yinchoq magazin qurish kerak. O'yinchoq magazin, xo'sh, o'shanga sen qurishing kerak o'shani. Xo'p, mayli, qachonga? Bugun qurishing kerak. Xullas, kelam, hozir ana magazinchiga aytasan, magazinchini taniysan? O'zi tanishib oldi u bilan. Sen nima kelding? Mana pozlarni topshirishga keldim. Tushunali. Mayli, unda qolsa nima qilish kerak? Xullas, o'zingni shkafingda pullarni ol, 32 ta pul bor, o'shani magazinchiga berasan va magazinchi o'zi senga dastlab qildirib beradi. Mayli, brat. Hop, narsani hisob ket ichiga. Xo'p, mana hisob ketyapman. Mana hisob ketamiz va mana 30 ta pul, oppa, 32 ta. Oho, juda ham ko'p. Juda ham ko'p narsa zakaz qildirishing kerak. Mayli, mer, unda qolsa mayli. Xo'p, tezroq bo'l. Xo'p. Voy, palakat. Endi bizga bitta ish buyurildi, ya'ni qishloqqa o'yinchoq magazin qur deyapti. Mana bu yerda bo'lib bizning magazin. Assalomu alaykum jigarim. Assalomu alaykum. Yaxshimisan, Krep? Yaxshi o'zingiz qalay? Yaxshi. Murat, xullas kerak sizga bitta ish bor. Merni o'zi aytgan ekan. Bilaman. 32 ta stak, 32 pulni biz menga ber. Xo'p, mana beryapman, brat. Xullas kerak bo'ldi. O'zim magazinga chotki narsalarni o'zim zakaz qildirib beraman. Merni o'zi aytgan nimani zakaz qilishni. Xo'p, mayli. Chama bilan qancha vaqtdan keyin keladi? Chama bilan shu 2 minutlardan kelishi mumkin. Xo'p, brat, mayli. Endi 2 minut kutishimiz kerak, bilmayman, 2 minut qaqqa boraman. Endi 2 minutda hozir o'sha dastakbala kelish kerak. Davayda jigarlar. Sizga bu nimani qishloqni ekskursiya qildiraman, ya'ni yangi qishloqda qaranglar. Bu yerda oddiygina uylar, prosta uy bilan hech qanaqasiga ahamiyatga ega emas. Bo'ldi, qaranglar, mana bu uyga vahshiy katta, bu yerga hali hech kim ko'chib kelmadi. Juda katta uy bo'lganligidan hali hech kim sotib olishga qurbi yetmadi. Bu yerda esa bo'ldi, bu yerda
mana bunaqa joy bor, mana kafe bu. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'z qilay. Yaxshi. Xo'sh, bizda nima xizmat? Yo'q, tushunmayman. Prosta obunachalarimga ekskursiya qizilayotgandim. Qishloqni prosta shu kafeni ham ko'rib ketay degandim. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Obunachilaringiz bilan keling. Prosta bitta narsa tekin beraman. Rostdan. Endi sizni obunachiningiz bitta YouTuber sizsiz. Mayli, brat, rahmat. Xo'p. Kelib turing, xo'p, kelib turamiz. Bo'ldi, mana bu yerda esa qo'l yuvsa bo'ladi, mana bu yerda esa bas uni stollab, bu yerda mazza qilib o'tirsa bo'ladi. Va bo'ldi, bu yerlar hali ochiq, lekin bo'ldi, bu yerda mana bunaqa yo'llar bor, mana bu yerda esa oddiygina quduq bo'ldi, qaranglar. Odatda quduq nimani o'rtasida turardi. Ya'ni quduq odatda mana bu yerda turardi, lekin mana bu yerga ko'chirtirdik. Mana bu yerda mashina qaranglar. Bu yerda mashina parkovka qo'yadigan joy bor. Bu yerda ya'ni bo'ldi, bu merna mashinasi qaranglar. Cadillac. Kim qo'ng'iroq qilyapti? Alo, eshitaman. Dasturchiz keldi. Iltimos tezroq olib keting. Xo'p, bo'ldi, qaranglar. Hozir mana bu yerda esa mana kompyuterxona keyinroq ko'rsataman. Mana bu yerga borib hozir bo'ldi, o'sha o'yinchoq magazinni quramiz. Tak uni qolsa hozir boramiz va narsalarimizni olib kelamiz. Bratan dastavkalar keldimi? Ha, keldi. Mana bu sandiqning ichida. Sandiqning ichida. Wow, xo'p, bunchalik yo'qmi? Buni sindirib olmasam bo'lmaydi-da. Xo'p, sindirib oling. Pulingiz olmabsiz. Shu sandiqni sindirib ichiga solib qo'ying, tushunib bo'ldi. Xo'p, tushunarli, solib qo'yamiz. Yes qilamiz, bratan. Ikkita sandiq. Bittasi o'zingizga, bittasi dastavka qildirgan men o'zi. Tushunarli, mayli. Brat, unaqa qolsa sizga kattakon rahmat. Unaqa bo'lsa men hozir qurishni boshlayman o'yinchoq magazin. Sizga omad. Rahmat. Bu 18 ta stol, 9 ta ikkita joyga qo'yish kerak. Unaqa qolsa bo'la. Eng birinchi ketmonimni ichga solib ketay, ya'ni uyni ichiga, sababi yo'qolib qolmasin tag'in. Sababi ketmon temir baribir qimmatroq turadi, shuning uchun tak bu yerga buni qo'yib ketamiz va все. To'g'risi bolalar, hozir nimaga desam bilsanglar, agarda bilgan bo'lsanglar, video davomida cho'tib bolalar yomon gaplarimdan to'g'risi gapirishga qiynalyapman. Buning sababi mana bolalar tomog'im og'rigan, shuning uchun nega buni tomog'im og'rigan nimada holatlarda sizlar uchun video tayyorlayman. Albatta bo'lib buni mehnati, mehnat tushuncha mehnat uchun albatta bo'lib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Tak unda qolsa hozir men o'sha o'yinchoq magazinni qurishni boshlayman. Tak mollar xullas, o'yinchoq magazin unchalik ham katta bo'lishi shart emas. Voy, palagat. Olib uni tak oppana qilamiz va ikki qator qilib qo'yamiz. Qishloqlar keladi va mazza qilib olib ketadi narsalarni. Hammasidan xursand bo'lib qolsa kerak. Yana bilmadim, bular pulga aniq, pulga albatta bepulga narsalar berishmaydi. Voy, hammasi bo'lib mana bunaqa o'yinchoqlar qaranglar. Voy, mazza ya bo'ladi. Men ham yoshligimda o'ynaganman. Kim o'ynamagan bo'ladi? Albatta o'sha kommentariyga yozib qoldiring. Menimcha hamma o'ynagan bo'lsa kerak. Mana narsa masalan men ham o'ynaganman bo'ladi. Tak unda qolsa men katta bolaman, men o'ynamaganman degan odam bo'lmasa ham kerak. Hamma o'yinchoq o'ynagan. Menimcha unda qolsa mana bu yerga qo'yamiz. Mana buni qo'yamiz. Xo'p, bu nima? Voy, vallahi mana bu yerda mana bunaqa, mana bu yerda esa qiz bilan bolami? Voy, yosh bola yot emasmi, bratanlar, yoshlar qo'la. Nima, necha bola tak oppana endi mana bu yerga 3 tasi ortib qoldi. Ortib qoldi emas bo'ldi, to'g'risi yetmay qoldi o'yinchoqlar. Mayli, ortiqcha stollarni olib tashlaymiz. Mana ikkita stol kerak emas, ekkan obunachlar mana ikkita stolni olib tashlaymiz. Va все, bularni endi olib qo'yaman. Yo, bo'lsa sandiqqa solib qo'yishimiz kerak menimcha. Tak endi mana bu yerga sandiqni qo'yamiz va bu yerga mana buni dan qilib solib qo'yamiz va все. Endi esa bolalar e'lon berish kerak, merga aytib kelish kerak buni. Merni hozir Berni o'zi hozir hamma qishloqqa aytadi va bolalar sotib olsa kerak. Bilmadim qishloqlar uchun bu nima kerak. Ya'ni o'sha o'yinchoq magazin hamma hozir merga borib aytamiz. Mer, nima deysan? O'yinchoq magazin bitdi. Xo'p, bitdimi? Bitdi. Xo'p, mayli, unaqa qolsa men hammaga birin-birin chiqaman, bolalarni olib bemalol narsa sotib olishadi. Xo'p, davay ayting. Pulni kimga beraman aytgacha? Pulni o'zimga berasan. O'zim oylik uchun uni ajratib qo'yaman. Tushunarli. Mayli, brat. Xo'p, tezroq bo'l. Xo'p, brat, mayli, unaqa qolsa boramiz va bolalar klientlar kelishini kutamiz. Undan keyin esa pulini merga beramiz. Mer esa bizga oylik beradi. Juda ham yaxshi. Unda qolsa mana bu yerda turib olib bo'lar. Kutamiz klientlarni. Tak unda qolsa mana bu yerda turib olib, endi bo'lib klientlarni kutishni boshlaymiz. Bilmadim qancha vaqt kutaman, hamma hali osmonga qarab o'tiraman bo'llar. Davay qishloqlar, hamma xullas kelgan magazinimiz ochiq, hamma narsa olish mumkin. Assalomu alaykum Karim aka. Va alaykum assalom. Juda ham ko'p o'yinchiqlar kelibdi. Davay qolganini ol. Xullas kelgan men mana buni olaman. Xo'p, qani pulni ber endi. Mana aka. $2 juda ham yaxshi bo'ldi. Ketaver. Xo'p, aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bu o'yinchiq olmoqchiman. Qoli xo'sh talachi, men mana buni olaman. Xo'p, qani pulni ber endi. Xullas kelgan mana aka, mana olishingiz mumkin $3. Juda ham yaxshi bo'ldi. Ketaver. Rahmat. Arzimaydi. Endi sen ko'p pul berib yubording-ku. Mana pul ko'p. Yo'q, shugina sana ol endi. Xullas, aka, men mana o'yinchoqni olmoqchiman.
beparasat tushib o'tgan. Endi uzoq ekanda bo'lmaydi. Xo'p, qani, berchi. Xo'p, o normal bo'ldi. Ketaver $10. Xo'p, rahmat aka, aka. Arzimaydi. Endi sanolchi xullas men 4 ta o'yinchoq olaman. Oho, qani ochib mana buni olaman, mana buni va mana buni olaman. Juda ham ko'p pul, juda ham ko'p navor. Aka, mana pulni oling. Oho, nima bo'lasan, biznesim bormi? Biznes bilan shug'ullanaman. Men dadam sotib olganman. Bu yoqqa tirinchi. Dadam sotib olganman deydimi? Vafshi qiziq-a. Bolalar xullas mana o'yinchoqlarni sotib oldik. Ozgina mana bu o'yinchoq yo'q-ku. Menimcha bo'la Minecraftda bug bo'lsa kerak. Mayli xullas bola endi mana ularni meriga olib topshirishsa kerak. O'zida ko'rishlar mumkin. Mana biznesimiz qanaqa zo'r bo'ldi. Endi mana bilan hozir men meriga olib borib topshiraman bo'la qaranglar. Vafshita qishloqimiz qanchalik go'zal. Mana qishloqlar hammasi yaxshilab o'tirishdi. Endi mana bu bizda $39 ta ishlab topmiz. Juda ham yaxshi dekani bu. Mer, nima deysan? Mana pullarni olib keldim. Bo'ldi, beraver menga. Mana mer oling mana. $39. Yosh pullarni oldi shonsana. Yo'q, men aldamadim. Prosta pulni berishdi xolos. Juda ham yaxshi. Endi esa bu biznesni juda ham yaxshi rivojlantiramiz. Mayli, mer. Naqosim men uyimga borib dam olaman. Bemalol ishing bitdi. Xo'p, mer. Shu rahmat. Endi esa bola bizda uyga borib dam olamiz. Bilmadim bola, balkim bir bolalar qilamiz qishloqda. Bilmadim endi nima qilamiz. Akach bo'lib boya sizlarga kompyuterxona ko'rsataman degandim, hali sizlarga ko'rsatmadim. Balkim bola ozgina pul olib kompyuter o'ynarmiz, bilmadim. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom. Iltimos ishni yoping. Xo'p, mana yopyapman. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom. Oho, kompyuterlaringiz vobshe chotga. Vobshe chotga. Qolsa hozir kelmoqchiman, men o'ynasam bo'ladimi? Bemalol kelavering, bemalol sizga mumkin. Xo'p, brat, hozir pulni olib kelaman. Xo'p, o'lis bo'la endi bizda mana bu yerda mazza qilib kompyuter o'ynamoqchiman. Xo'p, pulimni olib kelaychi, pulim uyda turibdi.